Manınğa bir kileyli bügen begen mühim haberimiz. Bu Xitayning Anqaradagi bosh elchisi Jiang Shuobing bu hafta Adıyaman'ı ziyaret qilibdi. Bu adam 2023-yildagi bu Kahramanmaraş'ı merkez qilgan yer tavlashda meyip bo'lib qolgan va ziyon uchirgan 120 kishiga 300 ming lira qimmatida mal setib olish u yerda magazinlardan mal setib olish kartasi yana har birisiga 2500 liradan to'g'ri keldi ekan. Buni xabarda e'lon qilibdi hamda bu xabarni o'qib aytib kulgim keldi ham deya. Dünya ikkinchi ko'chman iqtisod bu deb Turkiyada Xitoy parastlar ajoyib og'z-og'izga kelmaga qildi hamda. Yani bir Ankara'daki baş elçinin berib 2500 liradan pul taqtishi. Öz vaqtida hammamizga ma'lum kichik İstanbul'daki bir kichik Uyg'ur jamiyati, Mavi Hilaldagi va boshqa jamiyatlar to'plagan milyonlarcha pul to'plandi. Xalqimiz shu yerga berib qarindoshlarimizga haftalab aşağıda tamaq etib qarindoshlarimizning yendi bo'ldik hamda. Yani bu kadar püçek yani Xitoyning qancha püçek ekanligini isbotlab bergan bir narsa xabar bo'ldi. Bu ham o'zini maz qilib. Hattoki gipid debdik keyinda xabarning tafsilotida ham imkoniyatlarimiz cheklik, ammo do'stligimizning cheki yo'q deb. Ko'nglimiz az bo'lsin men qabul qilin deb ashna atoyatni shuna qilibdi hamda. O'zini mazlashtirib. Bu masala chiqdi. Ham o'tganda aytgan oldikeyin Küçükçekmece'ga Xitoyniki bu İstanbul konsulniki ve Şavdon'daki kelganligini bilasiz. Bu yerga kelib belediye başligini ziyorat qilib, bu yerdagi eng Uyg'ur ko'p o'tirishgan rayonni ziyorat qilishi ham u yerda tilga ilingan so'zlarniki, ya'ni chekdan oshgan bu nomussizlik hamda tashkilotlarning bayonot e'lon qildi bilasiz. Bu yerdagi osonlik Xitoy fuqarolari deb ular ko'ngil bo'lgan qiyofatga kirib olib nomussizlarcha bu gaplarni qildi. Bütün Türkiye'nin hamma yerlarida timsiqlab konsulxonada o'ltamay bu chaparmalarni boshlab hamma yerda shu ta'til tashviqot qilyapti Xitoy hamda. Shu umumiy jihatdan shu Xitoylarniki qilayotgan ishlarni bir sizning analizingizni anglab bo'lsak. Shu Xitoyning puli qamg'an o'xshaydi. Ya'ni Xitoyning iqtisodi manda yaxshi deymiz, ammo ba'zi raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning puli qamg'andek turdi. Misolga Xitoyninki shu yangi İpek yolu stratejisi var. Yani bir yol bir bel bakma. Şununla saldıran pullar yıldan azıyıvatıdı. Afrika rayonlarına saldıran pullarımız yıldan yıla azıyıvatıdı. Xitoyninki bazı misalga halkıga kartılgan bazı yardım pullarımı azıyıp git bardı. Hem de bu halkını bir kısım şu sosyal sigortaga zorlavadı, pul tölenle pul koyunladı. Ve mujundaq bir iqtisad nacarlaşkan bir ahval görünüyordu Xitoyda. Demek ki elçiliklerge bir bəgən faaliyet qilish üçün bəgən pullama azıyıp ketken oxşaydı. Hem de azayğandan keyin hem de şu azğı qarab bir iş qilish lazım hem de. Nurgun adamlarga pul taqitib hamisiga aran 2000 tegadigan bo'lsa ki 2000 lira degan bir cho'ng pul emas hozir Turkiyada. To'g'ri, ya'ni haq kuladi tabii. Bayasiz degan Uyg'urlarninki tashkilotlari, ya'ni eng cho'ng tashkilot emas ham de jamiyat tashkilotlarma necha million beralaydigan bir nima kuchga egiti o'z vaqtida. Şununla Xitoy o'z vaqtida ham shu nima yer tavrilgan vaqtida Xitoyda adamlar kelgan, ammo Tayvanning adamlarichilik bir cho'ng ishni qilmadi. Misolga Tayvanlar shu Xitoyda Reyhan deydigan bir rayon bor Xitoyda. O'shalarda nurg'un nimalarni qurib yaş ballarını terbiyeleydiğin, okutduğun, kembergallerge pul berdiğin vakıflarını kurup, şeylerge çık desmi silip, aile nimelerge kiydiğin, yatırdığın, işiltirdiğin nerslerini yardım kılıvadı da hazırga çetegi. Xitoy şu vaqtda bir qitim qilib qo'ydi. Yıllar o'tib ketdi. Hozir yana şu 100 ming lira bilan qilib o'zining Turkiyadagi obrazını
yaratmakçı deb o'ylayman. Bayağı siz degan o küçük çekmeçininki nima belediye şehir başlığını ziyaret kılışma yani miyada bizma mevcut deganini ko'rsatmoqchi. Yani Türkiye'nin farklı yerlerde Xitoy bunu kılvadıdı. Yani Türkiye'de Xitoyninki inovati, Xitoyning obrazini yaratishga tirishyotidi ve bu Xitoyninki umumiy xalqaroda Amerika hozir eski, Xitoy hozir yaxshi deydigan obrazini qilish bilan birlikda, yani umumiy bir siyasetning Türkiye'deki küçük bir faaliyeti değil mi? Bundan başka şu Şark Türkistanlıklar Türkiye'de heli nüfusu heli köp olgaçqa bu Şark Türkistanlıklarını tamponlashtirish, ularning kuchini acizlashtirish uchun bo'lsa buni qilyotidi. Yolg'izlar bular emas. Misolga ba'zi universitetlarda ba'zi yig'inlarni o'rlashtiryotidi. Ba'zi chiqimlarni Xitoy beryotidi. Ondan keyin misolga deymiz Xitoy til o'rganishda yaxshi o'rganganlarga mundaq mukofot. Xitoyga berib ziyorat qilib kelish degandek. Ondan keyin nurg'un shu professorlarni, jurnalistlarni degandek jamiyatda ancha-muncha tanilgan odamlarni Xitoyga olib borib aytyotidi. Ular ancha-muncha Xitoy uchun Xitoyning foydasiga gap qilyotidi, ammo misol 10 odam borgan bo'lsa, 2-3 Xitoy uchun gap qilyotidi. Ya'ni 7-8 demayotidi. Xo'sh. Shuning Xitoy Turkiyadagi faoliyatlarda misolga Yevropaga qaragan chaqda biroz ojiz. Shunda bo'lsa Xitoy bu hozirgacha tirishib kelyotidi. Ko'pdan ko'p rahmat doktor, qimmatli fikr berganligingiz uchun. Men rahmat aytaman. Alloh muvaffaqiyat bersin. Amin, rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, demak ahvol bu. Xitoy tajovuzchilari mana shunday har tarafdan bir narsalarni qilishga tirishayotdi. Bo'libmi oxirida qilgan masala jiddiy g'ulg'ul qo'zg'agan masalalarning biri. Ammo hech bir zaman har doim qadaqdab kelayotganimizdek charchash yo'q, ümidsizlanish yo'q, har doim kurash davom. Allah doktorimizni duoyini bizim davomli deb kelyapmiz, yani ularning bir plani bo'lsa, Allohning bir plani bor. Allah ömür berse aldığımızdaki hafta görüşükçe aman bağışları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.